Bir fura balon keldi Sardor. Muammoqimga tushirib olaring. O'tgan safarga o'xshab chapa bo'lmasin. Assalomu alaykum. Keling aka, assalomu alaykum. Nasılsınız? Instagramdan ko'rib ish so'rab keldim. Keling mana xo'jayin o'zlarida gaplashib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bu dunyo mardiyu nomardi bilan atirgul. Xo'sh, oldin nima ish qilgansan? Savdo sotiq sohasi bo'yicha ishlaganman, oylik kamligi uchun bo'shab ketdim. Yaxshi. Demak, savdo sotig'i yaxshi tushunasan. Shunaqa. O'sha bolani ko'ryapsanmi? Aha. Agar o'sha bolaga 4 ta balon sotsang, bugundan boshlab ishga olinasan. Qani bir mahoratingni ko'rsatish ovoz. Bo'ldi. Ha, brat. Bir minut. Manmi? Assalomu alaykum. Boydan beri qarab turibman, taksida o'tib turibsiz. Issiqda yonib ketmay 60 gradus issiq bo'lyapti ko'cha. Salqinda bir pas gaplashing. Salqini? Vashshe, jonli rohat va rahmim kelib ketdi. Yarim soatdan beri isitib turibsiz. Balon sotasizmi aka? Olasizmi? Ya, olasiz. Olasiz, kelinglar sizlar balonlar ko'rsa. Aka, bizning Asko do'konda yallama, Didar, Fortuna, Altair balonlarimizga hozir 17-iyulgacha skidka. O'zini pulini to'ro'yga bo'lib berasiz, boshlang'ich to'lov olmaymiz. Undan tashqari, probegingiz 10 ming bo'lgandan keyin perikitka qilib balon taqib berish sekin. Qalay? O'z ko'rinishingizda yaxshi odamga o'xshaysiz. 4 ta balon bosib yuborasiz hozir, hoji aka. Qalay aka, balonlar yoqdimi? Balonli gap yo'q-ku, mashinam yo'q-ku meni. Ha, mashinangiz yo'qmi? Zinani ham pastdan chiqadi aka. Birinchi balon olasiz, keyin rul olasiz, keyin diska olasiz, sideni olasiz. Qarabsizki, bitta mashina sizga arzonroq tushadi. Mana qilib 60 gradus issiqda turmaysiz. Qalay? To'g'ri aytasiz lekin. Ana endi mana issiqda yurmayman. Tez orada o'zim ham mashinam bo'ladi. Biz bilmayman. To'g'ri. Ha, brat, yangi mashinaga 4 ta diska ham bosib yuboramizmi? Bu diska deydimi? Hozir bu yerdan qochmasam bu tuvar menga diska ham chiqadi. Все дальше живем.